Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bitta like bosib yuboringlar. Bugun biz Muanikay mashinada keta jonli efir qilyapmiz. Jonli efirda nomi keta. Yosh ukalarimiz Rossiyaga endi kelgan 2006, 2005, 2007 ukalar o'rchani o'rganingizlar. Kecha kuni bittasi chiqyapti. Aka oylik yarmini urib qoldi deb bittasi chiqdi. Qanday qilsak bo'ladi debdi. Men aytdim, o'rchani bilasizmi ukadim? Yo'q, bilmayman dedi. Nima so'z bilasizsa, bir ranta so'z bilmayman. Здравствуйте bilan до свиданияni bilaman bo'ldi. Unday bo'lgandan keyin bo'lmaydi. Qarayapman ukamizni telefonda betini bir ko'rsating qani dedim. Shunday qarasam, TikTok ham bor, Begalife ham bor, Snapchat ham bor, Instagram ham bor. Kiring Instagramga dedim. Instagramga kirsam 4 ta profil, Instagramdan 6 ta profil, TikTokdan bor. Hammasini erinmay ko'rib chiqdim telefon. Bunday bo'lgandan keyin uka, umringiz Instagram bilan TikTok profili ochish bilan o'tib ketibdi. Bo'lmaydi, qani ishda pulingizni urib qoladi-da. Bormi birorta ilova? Ruscha, o'zbekcha o'rganamiz. Ruscha tarjimon, Ruscha, o'zbekcha переводчик degan ilovalar bormi desam yo'q deydi. Urchani bilmaydi ukamiz. 2005-yil maktabni o'tgan yil bitirgan. Pullarni bermayapti ekan. Men aytdim, tanishlar bor edi, nomerlarini berdim, ukaga yordam qilaveringlar dedim. Nima bo'lgan desa, bir ikkita gap chiqishmay qoldik, boshliq bilan shunga ozgina pulni bermayapti, oylik yarmini urib qoldi deyapti. Stroykada ishlayapti ekan. Uyga jo'natmagan, 4 ta dollar taylagan bu oy uyga. 4 ta dollar kamda endi. 4 ta dollar kechirasizlar-ku. Qishloqdan ham topsa bo'ladi-da 4 ta dollarni endi. Shuncha joyga umrni o'tkazib, yoshlikni beg'ubor damlarini, yoshlikning eng go'zal damlarini o'tkazib, sevgi muhabbatdan uzoqda, ota-onadan uzoqda, aka-ukalardan uzoqda yurib 4 ta dollar taylasanglar, undan ko'ra bormagan yaxshi. Undan ko'ra shu qishloqda yurganlarga, qishloqdagilar ham 4 ta qo'yni semirtirib sotib ham 1000 dollar ishlayotganlar bor. Bilaman men. Qiynalib, o'ylab, qiynalib, monolitda yurib arzimagan aybni tobatda u sababsiz ruschani bilmaysiz. Bilmaysiz ruschani. Здравствуйте-ni bilasiz, so'gishni bilasiz, tamom. Unday bo'lmaydi-da. Qani, telefoningizda bormi? Ruschani o'rganamiz. Ruscha переводчик degan ilova bormi? Yo'q. O'rganingda ruschani. O'rganmasangiz mana qarang. Mana menda переводчик bor. Hayla. Shu переводчикdan o'rnatib olinglar, mana shu переводчикdan. O'rchani ham tarjima qiladi, nemitchani ham tarjima qiladi. Liboy tilni tarjima qiladi. Uni bilmasangiz, u arman urib qoladi-da baribir. Nima qiladi boshqa? Hurdan qo'rqa o'rchani o'rganmay 6 ta TikTok akkaunt ochgan. 6 ta TikTok akkaunt. Uning ichida Jasur ham bor, Dijasur ham bor. Yana bir narsa bor, yana bir narsa bor. 6 ta profil, Instagram ham 6 ta profil. Telegram 8 ta profil Telegramdan. WhatsApp 2 ta WhatsApp, biznes WhatsApp, oddiy WhatsApp. Agar imkon bo'lganda shu WhatsAppdan ham 5 ta profil ochaydi shu bachcha. Keyin o'zim gaplarim gapirdim, urishdim. Uka, bunday qilmasin. Gap ko'tarmaydi hozirgi yoshlar. Hayronman, bir akaday bo'lib turib, bir to'g'ri bir maslahat bersa gapni ko'tarmaydi. Deydi, siz Bahodir aka faqat urishasiz. Faqat shu nima qilib bo'lmaydigan. Nima qilib bo'lmaydi? Nima qilib bo'lmaydi? Qilib bo'lmaydi ular siz aytgan narsani qilish qiyin deydi. Men juda bir probka tushib qoldim-da, kommentariy o'qiy olmay qoldim. Juda bir probka tushib qoldimmi deyman. Mana yoqdan ham mashin kelyapti. Mana yoqdan ham mashin kelyapti. Bu yog'i prямой efir. Endi kayfay ushlasa bu gaylarga so'zim o'tmaydi lekin. Yevropani gaylariga tilni bilmayman-da, qiynalyapman. Inglizchada qiynalyapman-da, juda qiyin ekan bu inglizcha. Judalar qiyin ekan. Tak. Nima qayerda, qachon degan so'zni yodlasa bo'ldi ekan. Ko'p joyga kerak bo'lar ekan inglizchada. When, where